Assalomu alaykum atam. Realtor sifatida mendan o'zimiz odamlar bir xil tipdagi uy so'raydi. O'zi menga yod bo'lib ketgan, shifti baland bo'lsin, kiraverishlari salobatli bo'lsin. Ayniqsa Samarqandlik akalar mana bunaqa tilla suv yutilgan bo'lsin deydi. Shunaqa uyda oxiri topdim. Mana Fransiya, Parijga keldim sizlar uchun. Uyga e'tibor beringlar. Salobat bor. Shiftlari juda ham baland. Kelsa do'st ham, dushman ham ko'p ketadigan uy. Voy tinchimagan odamlar, ey! Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya? Hozir sizlarga obzor qilib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Parkinglarga ham asobiy e'tibor berib qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlar, front yardda qanaqa ko'p. Bizning to'ylarda kamida 500 ta odam bo'ladi. Hammaning orzusi uyda to'y qilish uchun. Mana bemalol to'y qilasiz. Mehmonlar siqilmaydi, bir-biriga turtilib ham ketmaydi. Mana o'zimiz odamlar xohlagandek shiftlari juda ham baland. Mana bu tilladan qilingan crown moldinglarga qaranglar, hamma yog'imiz marmar bo'lib yotibdi. Bu uyda albatta bizda odamlar olish kerak. Mana rasmlarga ham dabdaba gap yo'q. Bu esa mana bizda formal mehmonxonamiz. Mehmonxonaning kattaligiga e'tibor beringlar. To'ydan keyin quda tomonidan 300-400 ta odam kelsa ham bitta stol nakrivat qilib o'tkazib olsa bo'ladi. Mana o'rtoqlar ko'ryapsizlar, bu bo'lsa kelin kuyovning xonasi. Qanaqa did bilan bezatilgan. Yes, that's right. That's right. Prosta bu uyni sotib olish kerak. Shunday to'yni boshlab olsangiz bo'ladi. Mana uyimizni hovlisiga ham chiqib oldik. Razmeriga e'tibor beringlar. Ko'pchilik hovli deydi. Mana sizlarga hovli. Buni ustiga ko'pchilik nima deydi? Uyimni deydi, mana basseyn bo'lsin deydi. Mana basseyn bemalol sizlarga qudalar bilan birga cho'milsalar ham bo'ladi. Fontani bilan birga keladi. Shuncha hard landscaping qilingan. Shunaqa husnli realtor sizni fokusingizdagi uyda doim topib beradi. Ishlarga omad.